Ko'rib turibsizlar obunachilar, Samarqanddan Dilshod akamiz bugun Bosinbog'ga tashrif buyurgan. Oldidagi 2 kilolik somsa Dilshod akamning oldida hayajonlanib ketyapti. Oddiy mana abishning somsa deb turibdi. Dilshod akam bitta 2 kilogramlik somsa, bir kasa qaynani realni 5 daqiqada deb iPhone yutib ketaman deyapti. Keyingi safar 3 kilolikni ham umraga yutib ketaman deyapti. Dilshod akam gap bo'lishini ko'raman. Xolasa mana shu bugun mana shuni niyat qilyapman 5-7 minutga yeyishga. Avvalambor bir ta'qib qilgan bo'lsa, shu nimani yutib ketamiz. Qani Dilshod akamni yeb qo'yadi deganlar, like ni bosib qoldirib ketamiz, yiy olmaydi deganlar, olovchani bosamiz. Qani? Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumani Kattakamong'aro mahallasidan balla bosinglar olovchani, men xudo xolasa buni 7 minut emas. 15 minut emas. Men 5 minutga yeyman. Samarqandlik insonlarga bermangiz baho, Samarqandlik insonlar albatta deb qani kuzatib boramiz. Ashligam aytasiz. Oho. Yeyman men.